Assalomu alaykum kanal hisoblanishları. Bugungi rolikimiz Oxumma meshitining yonida joylashgan, Toshkent stadionning yonida joylashgan 8 qavatli binoni 8-qavatında Euro remontdan chiqqan 2 xonali, ya'ni 74 metr kvadrat kvartira chiqqan ekan. Shuni hozir birgalikda ko'rib tanishtirib o'tsak. Bu yerimizda yana ko'rib turamiz. Teylari do'kon Sentral yo'l ustida joylashgan. Ro'mol ekan. Qanasa gittik. Chiqamiz. Liftlar ham bor ekan. Tayyor уже gaz svet suvga girgan. Полностью ko'rib turamiz. Toza, yangi qurilgan dom ekan. Hamma ishlab turibdi. Gaz svet suvda muammo yo'q. Doğru gelip ko'chib yashasa bo'ladi. Biz ishin sostaviyasini bir qator ko'rib tanishtirib o'tamiz. To'g'ridan aytib tushuntirib o'tamiz. Yana geldik kvartiramizdan. Dahshat remontdan chiqib turibdi. Полный подключ holında satıladi. Görüp turganımızın giraverishimizda avtomatla qo'yilgan, prixoshga shkafla qo'yilgan, asarimiz laminat pol qilingan. Bu yerda yana svetnalargacha hamma e'tibor qilingan, shotki vajidan qo'yilgan. Projektorlar yana qo'yilgan. Dalanimiz shu koridorimiz keng. Giraverishimiz prixoshga keng qilingan. Xonalar dinli qilib turibdi. Bu yerda kuxnya bilan zalni qo'shib beribdilar. Studiya tibdilar bu yerni. Ko'rib turganimizning patologgacha kuxonli mebel bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, buni ichida polностью steralkalar bor, gaz plitalari ishlatilmagan, vichishkalari, холодильник, duxovka, stenli kotyol hamma joyda qo'yilib turibdi. Yana içinde polni patologgacha qo'yilib, projektorlar tashalib turibdi yine. Hali umuman yashalmagan joyimiz. Bu yerda yana ruchkalar qo'yilgan, akkuratlik qilib so'tilgan ekan. Konditsionerlar bor. İp yanımızda yine shunning dizaynida ishlangan lustra, uголокlar, televizor, internet, Wi-Fi hamma o'tgan. Ulli bir xona olib turibdi. Birine 7 ga 6 razmerda tushgan. Ko'rib turganimiz polni hamma shu yerda qoladi. Shu hamma narsa shu yerga moslashgan. Zarurchilikda endi sotiladi. Bize 8-qavatdamiz. 74 metr kvadrat kvartiramizning kvadrat metrlari kadastrları chiqqan. Doğru gelip notariusa borib oformini qilsa bo'ladi. Svetilniklar ham qo'yilgan. Bu yerda hojatxona bilan vanna joyi, kafellar polniy. Ichiga 1 metrlikka 60 ga 1 metrlik kafeldan urilgan. Unitaz, vanna, sushilka hamma narsa tayyor holda yine qo'yilib turibdi. Bu malik mestasi bor ekan. Bu yerimizda spalni joyimiz. Spalnimizda lustra, duspalni, shkaf, polniy nabor mebellar qo'yilgan. Radiatorlar ham eng последний modelidan qo'yibdilar. Dizayni qo'shilib chiqqan ekan buni. Bu yerda sentralniy yo'lning ustida joylashgan bo'lamiz. Ne shuning joy. Gelip naq pul bo'lsa ustunda ozgina bir qayta qutisi bor deb turibdi. Gelishib olishlaringiz mumkin. E'tiborlarınız için katta rahmet deb qolamiz. Keyingi roliklerimizda görüşünce xayr.
Sağ olunlar, salamat olunlar.